orqa o'rindiq tor bo'lsa ham, tomlari ochilib yopilsa ham, radarlarga ko'p tushilsa ham, o'zbek segmentining qalbidan tushmayotgan Ford Mustang GT Performance. Aslini olganda o'zbek segmentiga muscle carlar juda ham sevimlidir, lekin bularning ichida Mustang avtomobillari alohida o'rin egallaydi. Bunga sabab esa kuzovning yengilligi, ixchamligi va kaltaligidadir va yana Dodge avtomobillariga o'xshab o'zining klassikasidan voz kechmasligidadir. Sotuvda barcha Mustang GT avtomobillari mavjuddir. Komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda bor yo'g'i 60 ming AQSh dollaridan 105 ming AQSh dollargacha bo'lishi mumkin. Yana kunlik narx beramiz. Kapot ostida esa har doimgidek 5 litrli atmosferli V8 Coyote bo'ladi. Kamida 480 ot kuchi, 563 Newton metr bo'ladi. 0 dan 100 gacha 4 sekundgacha vaqtingizni olishi mumkin. Buyurtmaga qarab 6 pog'onali uzatmalar qutisi mexanika yoki 10 pog'onali avtomat uzatmalar qutisini ham yetkazib berishimiz mumkin, ranglarni tanlagan holatda. Albatta, Telegram kanalimiz orqali inomarkalarning kunlik narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.